Assalomu alaykum qadrli ishtirokchilar. Bugun sizlar bilan Amerika fond birjasidagi asosiy terminologiyalar haqida suhbatlashib o'tamiz. Asosiy terminlardan bittasi bu aksiya tikri. Aksiya tikri bu aksiyani boshqa kompaniya aksiyalaridan farqlab turuvchi pasporti yoki raqami, ID raqami sifatida ko'rishimiz mumkin. Bilasizlar, Amerika fond birjasidagi deyarli barcha kompaniyalar ingliz tilida nomlangan va ingliz tilidagi so'zlar, nomlar ba'zi insonlar uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin yoki bir xil nomga ega bo'lgan ikkita kompaniya uchrab qolishi mumkin. Misol tariqasida Golden Branch Group va Golden Boyle Group ikkalasi deyarli bir-biriga juda o'xshash, faqatgina Branch va Boyle so'zlarida farq qilyapti. Mana shunaqa holatlarda siz Golden Branch Group yoki Golden Boyle Group deb yozib o'tirganingizcha ancha vaqt ketadi va bu sizga qiyinchilik tug'diradi. Mana shu qiyinchiliklarni oldini olish maqsadida kompaniyani aksiya tikeri tashkil qilingan va aksiya tikeri bu nima desiz? Aksiya tikeri bu bittadan 4 tagacha harfdan iborat bo'ladigan kompaniyaning rasmiy raqami yoki ID raqami yoki pasporti sifatida ko'rishimiz mumkin. Buni albatta oldiga dollar belgisi, mana bunaqa dollar belgisi qo'yiladi. Shu tarafni unutmanglar. Endi Golden Branch Group deb uzun qilib yozib o'tirmaysiz. Shunaqa holatda GBP deb kiritib qo'ya qolasiz. 3 ta harf kiritasiz, bo'ldi, tamom. Shu bilan mana shu Golden Branch Group kompaniyasi chiqib keladi yoki Golden Boyle Group deb yozib o'tirmaysiz. Uzoq vaqt qiynalib bitta harf terib yozib o'tirmaysiz. Shunchaki GBRG deb yozadigan bo'lsangiz, mana shu Golden Boyle Group kompaniyasi sizga chiqarib beradi. Ya'ni albatta buni hammasi bizga osonlik, ya'ni qulaylik yaratish maqsadida tashkil qilingan hisoblanadi va bittadan 4 tagacha harfdan iborat yo bu bitta bo'lishi mumkin, ikkita yoki 3 ta, balki ba'zi kompaniyalar 4 tagacha bo'lish ehtimolligi bor albatta. Misol tariqasida bittalik harflarga F harfini keltirishimiz mumkin, ya'ni Ford kompaniyasining rasmiy tikeri bu F harfidan tashkil topgan. Endi keyin kompaniya sifatida Apple kompaniyasi, ya'ni hammamizga mashhur bo'lgan Apple kompaniyasining tikeri Apple ko'rinishda yoziladi mana. Yoki hammamiz biladigan Elon Musk kompaniyasi, bu Tesla kompaniyasi, uni tikeri, rasmiy tikeri TSLA, ya'ni biz любой joyga TSLA deb yozadigan bo'lsak, albatta Tesla kompaniyasini chiqarib beradi. Va bu eng asosiy ishlatishimiz mumkin bo'lgan terminlardan bittasi, ya'ni aksiya tikeri. Keyingi asosiy terminologiyalardan bittasi bu bozor kapitallashuvi. Bozor kapitallashuvi bu nima? Kapitallashuv bu kompaniyaning bozordagi investorlar tomonidan baholangan narxi, ya'ni bozor ko'targan narxi qisqacha qilib aytadigan bo'lsak. Ya'ni kompaniyada bozorda ushbu kompaniya qancha narxda baholanib turibdi, ya'ni biron bir inson mana shu kompaniyani to'liqligicha sotib olmoqchi bo'lsa, qancha narxga sotib ola oladi. Mana shu narxi bozor ko'targan narx, ya'ni bozor kapitallashuvi deb ataladi. Bozor kapitallashuvi bu kompaniyaning ishonchlilik darajasini ham belgilab beradi. Qanchalik bozor kapitallashuvi yuqori bo'lsa, shunchalik bu kompaniya nisbatan ishonchli sifatida ko'riladi. Ya'ni qimmat narsa ishonchli bo'ladi degan maqsadda ko'rib o'tilgan bu narsa. Endi bozor kapitallashuviga ko'ra bozordagi kompaniyalar bir nechta kategoriyalarga, sinflarga bo'linadi. Ushbu kategoriyalar haqida gaplashib o'tsak, demak, bozor kapitallashuvi 300 million dollardan 2 milliard dollargacha bo'lgan kompaniyalar, bular nisbatan kichikroq bo'lgan small companies deb ataladi. Ya'ni bozor kapitallashuvi anchagina kichkina bo'lgan, hali sekin-sekin rivojlanib o'sib borayotgan kompaniyalarni keltirishimiz mumkin. Ikkinchi turdagi kompaniyalar, bular bozor kapitallashuvi 2 milliard dollardan 10 milliard dollargacha bo'ladi va nisbatan anchagina ishonchli, sekin-asta foydaga chiqib borayotgan kompaniyalar sifatida ko'rishimiz mumkin va bularda ishonchli darajasi nisbatan kichik kompaniyalarga nisbatan anchagina yuqori hisoblanadi va uchinchi turdagi kompaniyalar butun jahon, butun dunyo taniydigan kompaniyalar hisoblanadi. Bularga misol uchun Apple, Tesla, Microsoft kabi kompaniyalar yoki Coca-Cola kabi kompaniyalarni misol keltirishimiz mumkin va bu kompaniyalarning ishonchli darajasi o'ta yuqori hisoblanadi, ya'ni A+ tipidagi kompaniyalar hisoblanadi va bularda bozor kapitallashuvi eng minimal 10 milliard dollardan boshlanib bir necha trillion dollargacha chiqib ketishi mumkin va albatta bozor kapitallashuvi qancha ortib borgan sari investorlarda ishonchi ham ortib boradi, ya'ni qancha katta kompaniya bo'lsa, shuncha ishonchli kompaniya sifatida ko'riladi. Endi kompaniyani bilasizlar, o'zi bozorda ikki xil narxi bor. Ya'ni birinchisi asl narxi, tan narxi. Bu asosan kompaniyaning choraklik hisobotlarini tahlil qilish orqali hisoblab ko'riladi. Ikkinchi turdagi narxi esa bu bozor narxi, ya'ni bozorda sotilib turgan, bozor ko'targan narxi sifatida ko'riladi va bu bozor ko'targan narxi bu bozor kapitallashuvi deb ham ataladi. Bozor kapitallashuvini qanday hisoblab topish mumkin? Ya'ni hozirgi paytdagi jami aksiyalar soni va aksiyani hozirgi paytdagi joriy narxini ko'paytirish orqali topiladi. Ya'ni aytaylik, hozirgi paytda Tesla kompaniyasini joriy narxi 250 dollar atrofida desak, jami aksiyalar soni esa taxminan 25 million dona desak, shu 25 million donani 250
dollarga ko'paytiramiz. Mana shunaqa holatda bozor kapitallashuvi kelib chiqadi kompaniyani. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi darslarda bundan qizig'roq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz.